Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonim, alhamdulillah yana bir soddagina ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik. Choyxonaga mana shunday 4 ta kichik qozonlar. Ixchamgina choyxonamiz bor ekan, shularni ham bitkazib topshirdik, xudo xolisa. Alhamdulillah. Xo'p. Nima desak, joyda razmeri bu qozonlar 3 metrga, avioniga bitta gaz balon qo'yadigan joy qilib berdik. 4 tasiga bitta mora. Shu holatimizga deydi 200 ta blisochnik ish ketdi. Shunday go'zal bo'lib chiqishiga. Mana shu holatda qadrdon. Asosiysi demaydi, bu yoqqa chiqib ketmaydi, to'g'ri maza qilib ish qiladi. Xo'p. Ko'p gapirmayman. Bundan sinov jarayonini o'tkazib olib qolamiz. Karokalarimiz ham tayyor. Marhamat. Super pilisos o'choqlar kichkina qozonlarga. Xo'p. Ularni yoqmadik. Ularni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Hammasiga bitta bo'lgandan keyin hammasini inshaalloh tortishlari o'ta zo'r bo'ladi. Xo'p, mo'ridan uzoqrog'ini ko'ramiz. Qanaqa holatda ekan mana. Bemalol zo'r tortib turibdi. Xo'p, qadrdon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh keyingi sizniki.